lekin o'zim uyimda ham yoshligimda kurashga qatnashib, taekvondoga qatnashib yurgan paytlarim, maktabda o'qib yurgan paytlarim uyda akam bilan qilardik. Turning, brus, mishoglardik, shtangachalar, gantelchalar bo'lardi. Kichkina shtangachalar bo'lardi. Kichkina bolajon boshlang'ich o'qiyman, yotib shtangaga ko'tarardim. O'sha payt qiziqish bo'lganda. Necha yoshdan aka qiziqish paydo bo'lgan? O'zi sportga 6 yoshimdan borganman. Qaysi sport turiga? Kurashga, milliy kurashga. Gavhar opa ustozim 6 yoshimda borganman. Birinchi maktabga 6 yoshimda chiqqanman, sentyabrda. Birinchi maktabga borib kelganman, o'qiyam shunday qo'yganman. Shunday sumkamni olib, boshqa formani solib kurashga olib borganlar. Kurashga borib ketganman shunaqasi. O'rtoqlarim ketayotgan bo'lgan, kurashga boramiz. Katta ko'chamizda mendan 1-2 sinf kattalar ham bor edi. Endi dadamga aytgan, "Men ham boray" deganman. Pul bering, shuncha ekan deganman. "Borasanmi?" degan, "Boraman" deganman. Keyin ishlar bilan qo'shilib ketganman. Hech kim meni tortib bormagan. O'z qiziqish. O'zim 6 yosh bola o'zim qiziqib formalar, kimonolarni kiyib ketayotgan bo'lganda, kimonolarni kiyib sumkasini taqib olgan oddiy anaqa. Kimono qilmay qayerga ketib deganman, qiziqqanman-da. Oppoq kimono taqib kinolarda ko'rganman, karatistlar bo'ladi-ku, Bruce Lee targini. Qiziqib men ham boraman deganman-da.